Qadimgi Xorazm haqidagi tasavvurlaringizni tamoman o'zgartiradigan va sizni lol qoldiradigan faktlarga to'xtalamiz. Qadimgi Xorazm o'zida juda ko'p sirlarni yashiradi. Xorazm miloddan avvalgi 5-4 asrlarda Ahamoniylar davlati tarkibidan chiqib, mustaqil davlatga aylangan. Miloddan avvalgi 4-3 asrlarda aynan Xorazm hukmdorlari suv yo'llarini boshqarib, Kaspiy dengiziga chiqishni nazorat qilgan. Tuproq qal'a milodiy 2-3 asrlarga oid Xorazm shohlari yashagan, man qilingan shahar bo'lib, oddiy odamlar uchun yopiq bo'lgan. Miloddan avvalgi 4-2 asrlarda Xorazmda 40-50 metr uzunlikdagi sug'orish kanallari qurilgan. Miloddan avvalgi 4-3 asrlarda esa Xorazm mudofaa tizimlari 2 qavatli yo'laklar, burchlar va qalin devorlarga ega bo'lgan. Xorazmda milodiy 4-asrdan to 13-asrgacha Afrig'iylar sulolasi 600 yil davomida hukmronlik qilgan. Miloddan avvalgi 4-3 asrlarda qadimiy shaharlarning xarobalari ostidan ko'plab xazinalar va noyob tangalar topilgan. Miloddan avvalgi 5-4 asrlarda kohinlar astronomiya, yozuv va davlat boshqaruvida katta rol o'ynagan. Xuddi shu asrda Xorazm yozuvi 20 ta harfdan iborat bo'lib, sopol, charm va yog'och taxtachalarga bitilgan. Milodiy 2-3 asrlarda Xorazmda quldorlik tizimi mavjud bo'lib, ba'zi xonadonlarda 20 dan ortiq qullar yashagan. Miloddan avvalgi 2-asr oxirlaridan Xorazm shohlar o'z pullarini zarb etib, ularni Yunon Baktriya tangalariga o'xshatgan. Miloddan avvalgi 5-4 asrlarda esa kohinlar Amudaryo suv sathi ko'tarilish vaqtini aniq belgilashgan. Bu qadimgi dehqonchilikda katta ahamiyat kasb etgan. Miloddan avvalgi 4-2 asrlarda Xorazm ibodatxonalarida sirli freskalar, shohlarning portretlari va noyob haykallar topilgan. Xullas, o'tmish doimo yonimizda bo'lgan, faqat uni ko'rish uchun atrofga diqqat bilan boqish kifoya. Tarixga qiziqsangiz, albatta Dervish Not sahifasiga obuna bo'ling.